Ha, kelin boshqa. Yasanu orqaga ketyapsiz? Poliklinikaga chiqishim kerak edi. Anchadan beri chiqolmadim. Siz poliklinika yursangiz, uy ishlarini kim qiladi? Oyijonlar ruxsat so'radi, ishlar qilib qo'ydim. Ha, borib keling. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat. Yaxshi keldingmi bolam? Yaxshi. Kev. Namuncha bu kelinni erkalatyapsiz. Hozir ham gaplaringni eshitganday bo'ldim bolam. Sen chiqqan qiz chig'iriqdan narisan. O'zingni oilangga chiroyli aytganlarini qilib, duolarini olib yuravergin. Meni oilamga aralashmagan. Qancha betob yotdim. Osh ovqatimga shu qarasa, kiyim kechagimni shu yuvsa, uylarimni shu tozalasa, nega meni kelinimga gapirib aralashyapsan? Kiyib olgan kiyimlari menda yo'q. Qizim bag'ri keng bo'lgan. Avvalo o'zing ham istig'foringni ko'paytir, toat ibodat, namozga kiring. Mana bunaqa kiyinib borguncha qancha kelinimdaqa kiyimlar olib bergandi, kiyayotgan joying yo'q bizarnikini ham. Chiqqan qiz chig'iriqdan nari degan maqolga amal qiling. Siz bu xonadonga, ota-onangiz xonadoniga mehmon bo'lib kelib, mehmon bo'lib ketding. Hech bir ishiga aralashmang. Siz baxtni mukammal ayol bo'lish sir asrorini o'sha o'zingizni xonadoningizda qiling.